Xitoy Sharq Turkistonda maxfiy yadro sınığı ippagan. Amerika Tashqi ishlar ministrligi chorshanba kuni e'lon qilgan yangi harbiy hozirliklarni kontrol qilish dokladida Xitoyning maxfiy holda tuvan portlash kuchiga ega yadro sınığı ippagan bo'lishi mumkinligi oshkorlandi. Wall ko'chasi gazeti oldi bilan dokladning mazmunini xabar qilib, bir qator sinoq alomatlarini tilga olgan. Ular 2019 yilgacha Sharq Turkistondagi Lopnur yadro sinoq bazasida doim elib beriladigan faoliyatlar, ba'zida keng ko'lamli qazish va alohida kameradan foydalanib portlashning ko'lamini cheklash qatorliqlarni o'z ichiga oladi. Yuqorqi faoliyatlar Washingtonning diqqatini tortgan bo'lib, Beijing 1996 yili Birlashgan Davlatlar Tashkiloti ma'qullagan yadro sinoqi umumyuzlik cheklash ahdnomasi CTBTga xiloflik qilgan deb qaralgan. Xitoyning 1964-yildan buyon Taklimakan qumlig'iga joylashgan Lopnur ko'li atrofida ko'p qitim yadro sinoqi ep berishi tanqidga uchrab kelgan edi. Xitoy Tashqi ishlar ministrligining bayonotchisi Amerika tarafining dokladini rad qilib, Xitoyning bu vaqtdagi ahda va majburiyatlarni ado qilib kelganligini bildirgan. MBC televiziya kanalida programmaga qatnashgan Amerika Davlat Mudofaa ministri Esper o'zlarining virusning Wuhandagi tajribaxonadan chiqqanligi to'g'risidagi ayblashlarni yaqindan kuzatadiganligini, ammo bu ayblashning texnik isbotlanadigan saviyada emasligini aytdi. Esper mundaq dedi: "Biz shuni aniq bilamiz. Xitoy hukumatı ochiq-oshkora harakat qilmadi. Oldi bilan ular texmo aniq bo'lishi kerak." Esper Xitoyning virus masalasida dunyoni aldayotamda yo'q degan masalada Xitoydan kelgan uchurlarga ishonishning nihoyatda qiyinligini o'tirg'a qo'ydi. U mundaq dedi: "Ular virus tunji qitim paydo bo'lgandan buyon bizni ozdirib keldi. Men Xitoyning hozirmi bizga haqiqatni so'zlaydiganiga ishonmayman. Biz nima ish yuz berayotganligiga haqiqiy qarashimiz kerak. Bu yer shari xarakterlik tarqalishchan kasallik. Dunyoviy bir inkos qaytaramiz. Xitoyning yuqum ahvoli to'g'risidagi paketlarni yoshirishiga yo'l qo'ysak bo'lmaydi. Yana bir tarafdan xalqaro pul fondi tashkilotida eng chong ovoz berish huquqi bo'lgan Amerika, Iran va Xitoyni mablag' bilan ta'minlash taklifini rad qildi. Xalqaro pul fondi tashkilotining raisi 189 a'zo davlatdan 102sining Wuhan virusi tarqalishi sababidan qo'llashni rad qilganligini e'lon qildi. Fransiya prezidenti Emmanuel Macron Xitoyning yangi tipdagi Wuhan virusiga qarshi kurashish to'g'risida biz aniq bilmaydigan nurg'un narsalar bor dedi. Macron Angliya pul muomala vaqt gazetiga bergan bayonotida COVID-19 haqida ba'd. Fransiya, Germaniya va Italiyani Xitoy yoki Rossiyaga qarshi yuqum ahvoli bilan selishtirishning mumkin emasligini ta'kidlagan Macron mundaq dedi: "Wuhan virusini boshqarishda Xitoy bizdan yaxshi deydigan darajada ahmoq bo'lmaydi. Biz bilmaymiz. Aniqki biz bilmaydigan nurg'un narsalar bor. Yevropadagi eng boy davlatlarning yuqum keltirib chiqargan krizisni boshqarishda texnik ko'p mas'uliyati borligini bayon qilgan Macron yana mundaq dedi: "Biz Yevropa ittifoqining iqtisodiy tur yoki iqtisodiy bozor yoki emasligini qaror qilishimiz kerak bo'lgan bir paytda turyapmiz. Meningcha bu bir siyosiy qurilish. Agar biz texmo ilgarilayolmasak, Yevro guruhi va Yevropa o'y fikrlarining yo'qolib ketish xavfi bor. Ularning ba'zilarini qurbonlik qiladigan bozorimiz bo'lmaydi." G7 rahbarlari Dunyo sog'liqni tashkilotining Wuhan virusini kontrol qilishi va har qaysi davlatlarning iqtisodini qaytadan echish uchun mongadigan qadamlar haqida muzokara o'tkazdi. Oqsaroyning yozma bayonotida Germaniya, Amerika, Angliya, Fransiya, Italiya, Yaponiya va Kanadadan tarkib topgan G7 davlat rahbarlarining Amerika prezidenti Donald Trump riyosatchiligida sinliq yig'in o'tkazganligi ko'rsatildi. Bayonotda rahbarlarning 16 martdagi eng oxirgi qitimliq uchrashishdan keyin COVID-19 yuqumiga qarshi ib bo'lgan kurashlarini, shundaqla keyingi qadamda sog'lomlik va bexatarlikni asli keltirish uchun besildigan qadamlarni muzokara qilganligi bildirildi. Bayonotda mundaq deb ko'rsatildi: G7 davlatlari har biri Dunyo sog'liqni tashkilotiga 1 milliard dollardan ko'proq to'kib qo'shdi. Yig'inning muhim nuqtasi Dunyo sog'liqni tashkilotining yuqumni yaxshi kontrol qilinmasligi va ochiq-oshkora bo'lmasligi edi. Rahbarlar bu tashkilotni cho'nqur tekshirish va islohot musofasi boshlatishni talab qildi.
Qozog'iston Davlat Mudofaa Ministrligining yozma bayonotida havo armiyasi MiG-31 tipli kurashchi aeroplanining planlangan uchish jarayonida Qaraganda aerodromiga yaqin yerga tushib ketganligi o'ttirg'a qo'yildi. Uçuşdan keyin aeroplanning motorda o't afati yuz berganligi aytilgan bayonotda aeroplanni quruq bo'shliqqa qarab uchirgan uchquvchilarning qo'yib berish o'rni bilan sakrab hayot qolganligi aytildi. Bayonotda hodisani tekshirish uchun bir komitet qurilganligi ta'kidlandi.